Bu mavzuni deyarli shu kungacha, masalan, umuman tibbiyotda juda ham ko'p doktorlar tomonidan farqli deb bilinmagan, ko'p holatlarda semizlik bilan adashtirilgan. Bu kasallik lipedema deyiladi. Ya'ni yog'li shish, agar so'zma-so'z tarjima qilinadigan bo'lsa. Lipedema va semizlikni farqi. Nega? Chunki juda ham ko'p holatlarda ikkalasi aralashtirib yuboriladi va bir xilda davolanishligi mumkin. Birinchisi semizlik. Semizlik bu organizmda qanaqadir muammolar, masalan, metabolizm buzilishi, endokrinologik muammolardan keyin paydo bo'ladigan holat. Lipedema bo'lsa, lipedema bu genetik. Genetik aynan ayollarga xos bo'lgan, ya'ni semizlikni patologik turi deyiladi. Ya'ni oddiy semizlik deb tushunish noto'g'ri buni. Ya'ni ovqat yeb semizlik emas yoki qandaydir muammosiz semizlikni turiga lipedema deb tushunishimiz mumkin. Ikkinchisi nima? Lipedemani keltirib chiqaruvchi sabablar bu birinchisi bu genetika. Genetika degani, ya'ni sizni o'sha teringizni shakli, ko'rinishi, yog'ingizni holati, masalan, necha kunda bir ko'payishi deb tushunsak bo'ladi. Mana shu genetika. Genetika juda ham ko'p ayollarda onasidan, xolasidan, ya'ni boshqa yuqoridagi ayollardan orttirilgan bo'ladi. Va bu aynan ayollarda qizligidan boshlab kuzatiladi. O'sha son, boldir yoki qo'lning mana yelka qismini ozgina kattaligi kam holatlarda. Ikkinchi sabab esa lipedemada. Bu gormonlarni o'zgarishi menopauzadan keyin, masalan, hayz kasallikni kelishi to'xtaydi va oyoqdagi semizlik juda ham kattalashib ketadi. Bundan oldingi bo'lgan videolarda men tushuntirganman. Ya'ni semizlikni ikki xil turi deb ko'p gapirishadi, olma shakli va noksimon shakli. Ya'ni bu joyda farq qilish kerak. Semizlik boshqa va lipedema boshqa. Odatda esa semizlikni olmasimon semizlik deb berishadi, lipedemani esa noksimon semizlik deb beriladi. Ikkalasini davolash ikki xil. Semizlik uchun bu dieta yaxshi yordam beradi. Mashqlar yaxshi yordam beradi. Agar kasallik bo'ladigan bo'lsa, shu kasallikni davolasangiz, shu semizlikni keltirib chiqazadigan, masalan, metabolizm, jigardagi muammolar, endokrinologik muammolar bo'lsa to'xtatsangiz, semizlik to'xtaydi. Lipedemada esa, ya'ni bu muammolar umuman bo'lmaydi. Siz juda ham yog'li ovqatlar yemaysiz, deyarli sog'lom ovqatlanasiz. Harakatingiz ham joyida, lekin oyoqlaringiz kattalashib ketaveradi. Mana bu lipedema. Xo'p. Yana farqlardan biri bu semizlikda butun tana semiradi. Butun tana semiradi, ya'ni ichki yog'lar, organizm, masalan, agar o'ziga tushadigan bo'lsanglar, jigarda gepatoz, jigar gepatozi deb beradi. Masalan, eho qiladigan bo'lsanglar yoki yurakni ko'radigan bo'lsa, yog' to'planib deyishi mumkin. Mana bu semizlik. Lipedemada esa bu narsa bo'lmaydi. Lipedema 20 yoshda ham, 30 yoshda ham, 40 yoshda ham, 60 yoshda ham bo'lishligi mumkin. Ya'ni siz boshqa tomonlama sog'lom bo'lsangiz ham sizda lipedema kuzatishligi mumkin. Nega? Chunki bu genetika. Genetika oyingizda bor shunaqa ko'rinish, boldir, sonni kattaligi. Holingizda bor va hokazo. Yana farqi, masalan, haqiqiy semizlikda asoratlari yomon, bu o'sha ayniqsa yurak, qon tomir kasalliklari ko'p uchraydi. Masalan, qon topshirasiz, xolesterin baland. Kardiolog sizga o'sha statinlar yozib beradi, masalan. Siz o'sha xolesterinni kamaytirish uchun kurashasiz. Lipedemada esa bular norma. Bular normada bo'ladi deyarli 90% holatlarda. Yana farqi, aytganimdek, lipedemada asosan oyoq, ya'ni bo'ksadan boshlanadi. Bo'ksa, son, boldir, lekin panja qismi shishmaydi. Ya'ni oxirgi davriga kelgungacha lipedemada panjaga yog' o'tmaydi. Juda ham kamroq holatlarda qo'l ham kattalashadi, qo'llar yelka qismida unaqa yog' fartuk osilib turadi. Mana bu lipedemaning farqi. Undan tashqari, oddiy semizlikda silliq semiradi oyoqlar. Silliq, tekis bo'ladi. Lipedemada esa g'adir-budurlik bo'ladi semizlik. G'adir-budurlik va
paydo bo'lgan yog' og'riqli bo'ladi va masalan nuqtasimon semizlik bo'ladi. Masalan, ushlaganingizda xuddi nuqta hamma joyda xuddi qattiqlik paydo bo'lganga o'xshaydi. Haqiqiy semizlikda esa bu tomon tekis turadi. Xo'p, yana farqlaridan biri bu dieta. Yana farqlaridan biri bu semizlikka dieta, harakatlar juda ham zo'r yordam beradi. Masalan, fitnessga chiqasiz, dieta qilasiz, siz deyarli indamay 1-2 oyda 10-15 kilo tashlab yuborasiz. Juda yaxshi harakat bo'lsa. Lipodemada esa yog'lar ketmaydi. Masalan, siz o'sha oyoqlaringizdagi g'adir-budurliklar deyarli yog' qolmaydi. Agar yo'qoladigan bo'lsa, sizda bu lipodema emas, bu semizlik deb qarashlik mumkin. Xo'p, endi farqlab oldik. Semizlik boshqa, lipodema boshqa bo'lgandan keyin bularni davolash ham ikki xil bo'ladi. Aytganimdek, semizlikka o'sha dietasini topasiz, fitness qilasiz. Agar boshqa kasallik bo'lsa organizmingizda, metabolizm, ya'ni modda almashinuvi bo'yicha kasallik bo'ladigan bo'lsa, shuni davolaysiz. Lipodema deb bo'lsa, bular deyarli yordam bermaydi. Yordam beradigan narsa bu jarrohlik o'tkazmasdan turib qilinadiganlari bor. Bunga masalan o'sha kompression kiyim kiyish, o'zini kompression kiyimi bor. O'sha ayollarni ko'rgan bo'lsanglar, uzun kolgotka kiyib yuriladi. Bu o'sha qisman o'sha bu narsa yog'larni eritmaydi, lekin bu o'sha shaklni ushlab turishlik uchun yordam beradi. Yog' kamroq hosil bo'lishi uchun yordam beradi. Nimaga? Chunki lipodemada qo'shimcha ravishda atrofdagi to'qimalarga suyuqlik ham chiqadi, limfa suyuqligi, chunki limfa buzilishi ham bo'lishi mumkin ko'p holatlarda. Buzilgan hisobiga yog' yana ko'payaveradi. Ayniqsa o'sha menopauzaga tushgan ayollarda juda ham tez o'sish bo'ladi. Mana bu holatlarda kompression kiyim birinchi o'ringa chiqadi. Ya'ni o'sha atrofdagi suyuqlik bo'lmasa, masalan limfa suyuqligi turib qolmasa, ortiqcha yog' hosil bo'lishi pasayadi. Shuning uchun kompression kiyim kiyiladi. O'sha boldir yokida son sohasini yaxshilab yopishib turadigan kiyimlar. Undan tashqari qo'lda qilinadigan manual limfa drenajlar ham agar og'riqli holatlar bo'lsa, chunki ayrim holatlarda, gohida ko'proq holatlarda aynan lipodemada semizlikdan farqi teriga teganda og'riq bo'ladi. Og'riqli bo'ladi. Mana shu holatlarda esa manual limfa drenaj texnikasidan foydalansa, qo'lda qilinadigan limfa drenaj bor, bu ham yordam beradi. Yaxshi degan. Xo'p, fitness dieta yordam beradi. Yordam beradi. Qaysi jihatdan? Masalan, sizda 100 ta yog' bor, ular 1 kiloni tashkil qiladi. 100 ta yog' hujayrasi 1 kilo. Agar dieta qilsangiz, shug'ullanadigan bo'lsangiz, mana bu 100 ta yog' 1 kilo emas, balki 700 gram, 600 gram, 500 gramga tushadi. Undan tashqari harakat. Bularga suzish yaxshi foyda beradi. Hamda skandinav yurish. Oddiy yurish emas, skandinav yurish. O'sha tayoqchadan olib harakatlanish juda ham yaxshi foyda beradi. Ana endi to'liq qutulishning yo'li bormi desa, to'liq qutulishlik bu faqat jarrohlikka borib taqiladi. Jarrohlik yo'li bu tumescent liposaksiya usuli hisoblanadi. Liposaksiya, ya'ni o'sha qayerda yog' to'plangan, bu shunaqa narsaki, bitta joyda ko'p to'planadi yog', keyin ular ko'payishni boshlaydi. Shuning uchun ayrim joylarda o'sha yog' ko'payib ketadi. Mana shu qismlarni o'zini liposaksiya qilib olib tashlashlik kerak. Undan keyin rivojlanadimi desangiz, undan keyin rivojlanishi mumkin, lekin jarayon juda ham sekinlashadi. Juda ham sekin bo'ladi. Chunki masalan kasallar shu holatidagi yog'ni 30-40 yil yig'ishadi. Masalan 1 litr, 2 litr yog' olib tashalsa bitta son qismdan. Shu yog' 40 yil yig'ilgan. Agar u o'sha to'qimasi bilan qo'shib olib tashlansa, yana 40 yil, 50 yil ketadiki, bu yana shunaqa holatlar kelishlik uchun. Ya'ni shunaqa katta bo'lib ketishligi uchun kasal yana shuncha umr ko'rishligi kerak.